Hurmatli birodarlar, mana shu ko'rib turgan induklar bronza 708 indigo. Men bu induklarda 2026 yil 5-iyun kuni Andijon viloyatidan har birini 170 mingdan olgan edim. Bu induklar eng kichigi 1,5 kilo, eng yirigi 2 kilogram edi. 1,5 kilolar irg'ochi induklar edi. Mana hozir olganimga ro'pparasi 60 kun bo'ldi. Bular bir oyligida olganimda, hozir bular tuxumdan chiqqaniga 90 kun bo'ldi. Kecha shu induklardan 3 tasini, eng kichigini, eng kattasini va o'rtanchasini mo'ljallab turib tortib ko'rdim. Hammasini maydalab tortib yurmadim. Eng kattasi 9 kilogram tirik vazn, eng kichigi 7,5 kilogram, o'rtachasi 8,5 ekanda endi xullas kalom. Mana endi bular hozir 90 kunlik induk jo'jalari. Bularga men o'zini rost degan yemidan beryapman. Katagida boqyapman. Mana shu qo'ylarim, qo'zichoqlarim o'ynaydigan shu yerda bir 2 sotik joy bor. O'sha yerga olib chiqyapman. Erta bilan 1 soat, kechqurun 1 soat olib chiqyapman. Hozir bitta yarimta tarvuzni qo'ydim. Tarama qilib yeyishyapti mana. Bularga erta bilan taxminan 3 kilo har xil mevalarni maydalab chopib beraman. Kechqurun ham shomdan ilgari 3 kilo har xil mevalar chopib beraman. Yem beraman. Handa ozorroq tushsin. Endi baribir meva sabzavot ham bular yeb turish kerak-ku. Shularni beraman endi. O't yo'q. Ko'chaga olib chiqib boqay desam, ko'chada mingta mashina. Men bularda hozir yaxshi ekan deb hisob-kitob qilyapman. Bir oyda taxminan bular 5 kilo, 4 kilo semirar ekan, o'sar ekan. Bular kichkina jo'jaydi-da. 2 oyda qarang, katta jo'ja bo'ldi. Keling. Keling. Oy, qarama. Bu erkagi. Bular urushadi ham odam bilan. Cho'qqiz kelib. Mana men hozir qo'lim cho'qqiz achchiq kelyapti. Shu telefonni qo'ymasa bo'ldi. Bular Fransiyadan tuxumini olib kelib Toshkentda ochirilgan induklar. Endi yashasa ko'rar ekanmiz-da shunaqasini ham. Bir vaqtlar jaydari 10 ta jaydari indukni boqardim qish bilan. 5 kilo, nari borsa 6 kilo, 4 kilo yuk qilardi. Endi buni ham bir qiziqib ko'ryapman-da. Havas qilganlar bo'lsa hali avgust oxirida, noyabrda oxirida, dekabrlarda ham bular tarozi tortib nima qilaman. Buni sotkalar reklama qil degan yo'q-ku. Men odamlarga shulardan olib boqinglar. Oilada go'sht muammosi ma'lum miqdorda hal bo'ladi deb shuni ko'rganlar qiziqib boqsa, uyda bekar o'tirgandan, ayniqsa pensioner odamlar o'shalarga foyda deb shu videoni oldim. Xafa bo'lmaysizlar, ammo maqtanish uchun emas. Menga qo'shilinglar birodarlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.